Men musulmon bo'lishdan bir hafta burun universitetdagi yerlik pop bilan uchrashish bilan deyishib qo'ygan edim. Agar siz so'rgan savollarimga javob beramisangiz, men dinimni o'zgartiraman dedim. Siz bunga shaksiz ishonishingiz kerak dedi. Islomni tanlashni qaror qilishda sizni eng qo'rqitgan ish qaysi? Ular mendan voz kechami degan qo'rqinish bor edi. Gerçi dastlabki mezgillarda haqiqatan tas bo'lgan edi. Payg'ambar alayhissalomning hayotida sizga eng ta'sir qilgan ish qaysi? Jenni Molandik devili kim? Bizga hayot hikoyangizni qisqacha so'zlab bergan bo'lsangiz. Albatta bo'ladi. Men Kanadalik. Kanadada xristian bir oilada cho'ng bo'ldim. Anam, dadam va bir akam bor. Ilgari e'tiqod jihati qandoqdingiz? Ya'ni nimaga e'tiqod qilardingiz? Mening oilam xristian bir oila. Xristianlik men tug'ilgandan tortib toki cho'ng bo'lgunga qadar hayotimizning ayrilmas bir qismi bo'lib keldi. Biz har yakshanba kuni chirkovga boratdik. Bo'libmi yosh vaqtimda chirkovlarga bak qiziqatdim. Yozda bir mezgil lager maslahatchisi bo'lib ishladim. İbadet gruppasiga a'zo edim. Kurslarga qatnashatdim. Hatto men universitetda o'qigan chaqlarimda Kitobul Muqaddas fakultetiga kirishni o'ylagan edim. E'tiqod uyimizda azaldan aktiv holatda edi. Yana hayotimizning ayrilmas bir qismi edi. Universitetda o'qiyotgan mezgilimda e'tiqoddan sal yiroqlashishga boshladim. Balkim shu chaqlarda yangidan o'xshamagan e'tiqodlar haqida izlanayotgandim deyman. Men din haqida izlanatdim. Har vaqt Allohga ishonatdim. Ammo universitetdagi vaqtimda bir mezgil dinga munosabatlik har qanday bir ishni qilmaslik qaroriga kelgan edim. Men shu chaqda bir yaratquchining borligiga ishonatdim, ammo ibodat qilmaydim. Islomda qalbingizga ta'sir qilgan narsa nima? Men ikki konkret narsa deb qarayman. U ikki narsaning izlanishimda haqiqatan muhim roli bo'ldi. Oxiri islom haqida izlanish qaroriga kelgan edim. Bo'ladi, men islom haqida izlanay deb izlanishga boshladim. Haqiqatan astoydillik bilan izlandim. Tantarbiya klubiga keldigan bir oila bor edi. Men u yerda ishlaydim. Ular menga bir Qur'on sovg'a qildi. İslam haqida izlanayotganligimni bilib, men Qur'onni tushuntirishga boshladi. Men Qur'onning ham inglizchasini o'qib, ham islom dini haqida izlandim. Yana bir tarafdan ularni ko'p so'zlab berdi. Ular bilan Qur'onning 1400 yildan keyinmi o'zgarmasdan shu pet saqlanib qolganligini paranglashganligimiz hali ham esimda. Bu men uchun haqiqatan muhim bir masala hisoblanadi. Haqiqatan sizim bilasiz, Xristian dinida Alloh o'zining kalomini qo'g'daydi deydigan bir e'tiqod bor. Ammo asli nusxadagi Injilni, asli nusxadagi tekstini topolmaysiz. Tarixga qarab baqsanglar, insonlarning Injilga o'zining ko'z qarashini qanday kirgizganligini ko'ra olasizlar. Buni Xristian dini tarixidagi hamma odam biladi. Shuningdek oldingizda 1400 yildan buyon arabcha holatidan hech o'zgarib boqmagan Qur'on bor. Allah'ның kalamının özgərməy şübbeti turuşi men üçün şu kadar muhim idi ki, men Allah'ның özünün kalamını qoğdaşqı vədi bəgən. Əgər Qur'an rastıllı Allah'ның kalamı bolsa, çoxum Allah tərəfindən qoğdalğan buludu deb oylaydım. Mənə təsir qılğan yeni bir nəsi bolsa, əsli o Qur'an işidən burun bolğan bir iş. Bu mening İslam haqqında izlanishimga sabab bo'lgan tunji qitimliq suhbatlardan biri desam bo'ladi. İslam dini bilan Xristian dinidagi payg'ambarlarning o'xshash ekanligini bilgan vaqtimda bakla hayron qolgan edim. Ya'ni men bilmaydim, bundaq ekanligini o'ylabmi baxmabdi ekanman. Haqiqatan sizlarning xabaringlar bo'lishi mumkin. G'arb taratqulari islomni madaniyatsiz, vahshiy deb tashviq qiladi. İslam dinining o'xshashlar İbrahim aqidasining kelganligini bilib bak hayron qolgan edim. Yana bir tarafdan islom dini menga bak mantiqliq bilingan edi. Bu din Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti Nuh ve Hazreti İsa, en ahırda Hazreti Muhammed aleyhisselam arqaq davam qildi. İslam haqidagi izlanishingiz keyin qandoq bo'ldi? Qandoq islomni qabul qildingiz? Bir qancha oygacha tunji qitim uchrashgan kishilar bilan suhbatlashishni davomlashtirdim. Islom haqida tunji paranglashgan kishilar heliqi tantarbiya klubida tanishib, men Qur'on bergan oila shu edi. Ular o'zlari bilan billa masjidga bering deb ching turib oldi. Ya'ni musulmonlar jamoatini o'z ko'zingiz bilan ko'rib baqsangiz dedi. Bir kun masjidga bordim. Alhamdulillah. Shu banada o'zim bilan taqdimatlik, men o'xshash Yevropada cho'ng bo'lgan musulmon ayollar bilan tanishdim.
Bularning ichidagi birining onasimi islom dinini keyinroq to'nigan ekan. Ya'ni u ayol dadasi xristian, onasi musulmon bir oilada cho'ng bo'lgan ekan. U menga bek ko'p yordam qilgan edi. Uning hikoyasi mening diqqatimni tortgan edi. Shuning bilan mening teximi bekrak cho'nqurlab izdanib boqqim keldi. Tordan izdanishga bekrak kuchidim. Keyin bir markaz bilan aloqalashdim. U vaqtda ular men turayotgan shaharda islom dini o'rganguvchilarni kitob, bosim materiallar bilan ta'minlaydi. Shuning bilan men ulardan kitob elib o'qishni davomlashtirdim. Islom dini menga borgan sari mantiqliq bilinishga boshladi. O'ylab baqsam tilga og'idek alohida bir voqelik yo'q. Mushunga o'xshash davomliq yuz berayotgan ishlar sababidan men islom dinini qanchalik inkor qilishga tirishsammi, inkor qilgudek sabab topolmagan edim. Oxir universitetda bir suhbat o'tkazildi. Men ash suhbatda musulmon bo'ldim. Islomni tanlashni qaror qilishda sizni eng qo'rqitgan ish qaysi? Ikki ish meni qo'rqitgan edi. Birinchisi, oilamdagilar, do'stlarim bilan bo'lgan munosabatim qanday bo'la? Ular mendan voz kechami? degan qo'rqinish bor edi. Gerçi dastlabki mezgillarda haqiqatan tas bo'lgan edi. Lekin yana meningmi qattiq tirkashgan, mujodala qilgan vaqtlarim bo'lgan. Ya'ni uningdan boshqa ular buni qanday qabul qiladi? Agar qabul qilsa-chi, qanday bo'ladi? Bu haqiqatan tas bo'lgan edi. Bo'libmi men cho'ng bo'lgan muhit mening bu qarorlarimga tamoman qarshi bir muhit edi. Chunki mening ikkinchi eng cho'ng qo'rqinchim men uchun eng muhim bo'lgan hijob masalasi edi. Çünkü musulmon bo'lsam hijoblanmasam bo'lmaydi. Aslida men xil burunli islomni ichimda qabul qilib musulmon bo'lib bo'lgan edim. Lekin buni oshkor qilishni xohlamaydim. Chunki agar men musulmon bo'lganligimni oshkor qilsam, hamma ishdan voz kechishim kerakligini, musulmondek yashashim kerakligini bilatdim. Bu men uchun haqiqatan muhim edi. Chunki men o'zimni bu ishning huddidan chiqolmaydigandek his qilatdim. Qabul qilmaydim. Qur'onning Allohning so'zi ekanligi aslida men uchun aniq edi. Men buni bilib turib, Allohning Qur'onida yozganlarini qanday inkor qilay? Yana birsiga xristian vaqtimda xristian dini bilan orliq saqlashimning bir sababi e'tiqodim bilan men yashayotgan turmushning mos kelmaganligi edi. Bu tuyg'uni his qilgan faqat men emas edim. Xristian jamoatining ko'p qismi shunday o'ylaydi. Yakshanba kun cherkovga bordiganlar boshqa kunlari o'z xohlagancha yashaydi. Ya'ni ko'ngil aytish, aroq ichish, hatto oxirigacha har xil narsalarni isrof qilish degandek. Agar musulmon bo'lsam bunday bo'lmaydi. Ya'ni bunday bir hayotda yashamaydiganligimni, Allohning mendan va barliq musulmonlardan talab qilgan ishlarda ching turmasam bo'lmaydiganligini bilatdim. Bu mening hijoblanishim kerakligini ko'rsatdi. Men bir musulmon, shuningdek bir ayol bo'lish sifatim bilan go'zallikka bo'lgan ideyamning o'zgarib ketishidan, nimalarni his qildiganligimdan qo'rqatdim. Çünkü mening kimlikim boshqalarning go'zalligimga bo'lgan ko'z qarash bilan munosabatlik edi. Ammo yana bir tarafdan hijoblanishim e'tiqodimning tashqi simvoli bo'ladi deb qaraydim. Bir hijob bilanla bu shaxsiy e'tiqod masalasi hammaga oshkor bo'ladi. Islom shunchalik rad qilinayotgan bir paytda bu men uchun nimadan derak beradi? Mening eng yaqin kishilarim qanday qaraydi? Islomni qabul qilishdan burun bu ikki ish haqiqatan cho'ng boshqatimchilik bo'lgan edi. Men islomning to'g'ri bir din ekanligini haqiqiy tushunib, musulmon bo'lish uchun shahodat kalimasini aytishdan burunmi, hijoblanishga nisbatan qalbimni sindirib berish uchun Allohga duo qilgan edim. Chunki men xeyli vaqtgacha musulmon bo'laman, lekin hijoblanmayman deydim. Bunda qilishim albatta to'g'ri emas edi. Shunga qalbimning isinishi uchun Allohga duo qilgan edim. Chunki buni qilaligidek kuch menda yo'q edi. Chunki buni qilaligidek kuch menda yo'q edi. Bu faqat Allohning yordami bilan ro'yobga chiqdi. Men musulmon bo'lishdan bir hafta burun universitetdagi yerlik pop bilan uchrashish bilan deyishib qo'ygan edim. Uning bilan uchrashdim. Uningdan so'raydigan nurg'un savollarim bor edi. Men popqa, agar siz so'ragan savollarimga javob beramisangiz, men dinimni o'zgartaman dedim. Sualim muqaddas kitobning qanday tanlanganligi va qanday qilib o'zgarib ketganligi bilan munosabatlik edi. Pop menga bu bir e'tiqod masalasi. Siz bunga shaksiz ishonishingiz kerak dedi. Shu uchrashishdan keyin ko'nglimning qanchalik yerim bo'lganligi va qanchalik hayron qolganligim hali ham esimda. Chunki men unga ishongan edim. Oxirat hayotimni o'ylaydim. Ammo u menga shaksiz ishonishing kerak deb javob bergan edi. Bu javob aqlimga uyg'un kelmagan edi. Ya'ni shu haftaning oxirida universitetimizda Angliyadan kelgan bir imomning leksiyasi bor edi. Leksiyaga boshdan oxir to'liq qatnashdim. Leksiyaga qatnashib bir kundan keyin uning yeniga bordim, tanishdim. Xristianlikqa munosabatlik o'xshash savollarni so'radim. Alhamdulillah,
u musulmonlarga bo'lgan xato ko'z qarashlar bilan emas, tarixiy fikrlar bilan javob berdi. Haqiqatan bu savollarning javobini faqat xristian dinining tarixiy kitoblaridan topqili bo'ladi. Ya'ni bu savollarga muqaddas kitob fakultetida o'qiganlarmi aran javob bera oladi. Men bak xush bo'lgan edim. Oxiri mening savollarimga javob bera oladigan biri chiqdi deb. Yana kelib bu javoblar menga mantiqliq bilingan edi. Biz onun bilan bir qancha soat paranglashgandan keyin Allohning yaratquchi ekanligiga ishonamsiz deb so'radi. Men ha, bu menga har vaqt mantiqliq kelgan dedim. U yana Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallamning Allohning eng oxirgi payg'ambari ekanligiga ishonamsiz deb so'radi. Men ha, bu men aqlga uyg'un dedim. U bo'ladi. Undaqda siz tahorat elib shahodat ayting dedi. Men yo'q bundaq qilmayman dedim. Chunki men texchi o'xshash fikrda edim. Bir tarafdan bu dinni qabul qilishim kerak edi. Yana bir tarafdan normal hayotimni yashashni davomlashtirishim kerak edi. Aqlimda to'g'ri qaror berishim kerak. Ammo men universitetda ishlaydigan tursam, qandoq bo'lar degandek bir xil delg'onlik bor edi. O juma kuni edi. Ya'ni agar men kalima shahodat keltirsam, dushanba kuni ishqa hijoblanib bormasam bo'lmaydi degan gap. Bu xil sharoitda men do'stlarimga, boshqalarga nima deyman? Men u kuni kesh qat'iy qilolmaydiganligimni bayatdan so'zlab o'tdim. Ammo shu kuni kesh yashaganlarimning 2 kundan keyin islom dinini qabul qilishimga zo'r foydasi bo'lgan desam bo'ladi. O kuni akşam qaytib kelib, eng yaqin 2 do'stim bilan paranglashdim. Qiziq yeri, ular bilan har qitim shu haqda paranglashsam, boshqacha hayajonlanib ketaman. Nemishqikin boshqacha yengillab qolaman. Do'stlarimga men musulmon bo'laman, xeyli bo'ldi, islom haqida ko'p izlandim dedim. Aslida ularmi, uydagilarmi bilmaydi. Men hech kimga demagan edim. Bir do'stim xeyli taqvodor xristian edi. Yana bir bo'lsa dinsiz. Men ularga men musulmon bo'laman, islom haqida izlanayotganimga xeyli bo'ldi dedim. Ular bo'ladi, chataq yo'q dedi. Men baq qo'rqqan edim. Bu javob biz uchun nimadan derak beradi? Chunki faqat e'tiqod masalasi emas. Yana kelib asosan degidek vaqtim ular bilan o'tadi. Tipik bir g'arb universitetidan tasavvur qilib beqing. Hatto oxirlar ko'ngil ich so'rinlar bo'ladi. Uning ustiga bir do'stim boksyordi. Qavoxonlarda musobaqa qilishadi. Haroq degandek narsalar bor edi. Agar men uning yanida turmasam, u qanday qiladi? U bu ishlarni qanday qabul qiladi? O'zining ishiga o'zini qanday bera oladi? Eg'ir ahvolga tushib qolsa, mendan ko'rami? Oxirida do'stligimizga qanday ta'siri bo'lar? Ammo ularning men kapolat berishi men uchun ajoyib bir kuch bo'lgan edi. Keyin uyga qaytib kelib, yana ozroq o'ylandim, duo qildim. Ondan men ilgari ko'rishgan musulmonlar jamiyatidagi kishilar bilan aloqalashdim. Ularga men musulmon bo'laman dedim. Alhamdulillah, 5-oyning 14-kuni bir leksiyada kalima shahodat aytib musulmon bo'ldim. Shu vaqtning o'zida ijoblandingizmi? Ha, o kuni masjidda tanishgan hiliq ayol. Bu ayol to'g'riliq baytin so'zlab o'tgan edim. Menga oxiranglik bir bachra xilib keldi. Men bu yangi hayotimga simol bo'lsin deb oxiran kiyishni to'g'ri ko'rgan edim. O faqat oxiranglik bir bachra edi. U ayol mening u rahbarchisi bilan hijoblanishimga yordam qildi. Garchi ozroq qalaymiqan bo'lib qolgan bo'lsa-mu, alhamdulillah. Shu kuni hijoblangandan beri qat'iy echilib baxmadim. Oilangiz va atrofingizdagi kishilar musulmon bo'lganingizga qanday inkos qaytardi? Eng yaqin 2 do'stim va bir qancha do'stlarim qo'lladi. Oilamga kelsak, dadam saqchi edi. U mening musulmon bo'lganligimni telefondan anglagan bo'lsa-mu, dastlabda bak inkos qaytarib ketmadi. Lekin ko'p tirishdi. Men uzun bir maktub yozdi. Maktub asosan degidek islomga qarshi to'g'ri bekatlarni asos qilgan maktub edi. Ochqishliq dalillar, hamma kishilar biladigan mazmuni o'zgartirib etilgan Qur'on oyatlari degandek. U men asosan islom dinining zo'ravonlik, terrorlik dini ekanligini anglatgan bir maktubni avatgan edi. Keyin biz aramizni yaxshilash uchun xil tirishib baqdik. Hatto men to'y qilgandan keyinmi mendan uzoq turdi. Har vaqt mendan gumon qildi. Men buning sababini mening tanlagan yo'limdan bo'z kerak deb qarayman. Anamga kelsak, u bir ayol kishi bo'lib sifati bilan mening baxtimdan bak ansirgan edi. Anamning yana bir eng ansirgan tarafi mening boshqa bir musulmon davlatiga berib, u yerda o'ltiraqlashib qolishim edi. Mendan va ayollar huquq masalasidan bak ansiraydi. Mencha mening universitetdagi vaqtimda ayollarning barobarlik huquqini targ'ib qildiganlarga bo'lgan qiziqishim anamga ozroq bo'lsa-mu, meni to'g'ri tushunishimga turtki bo'lgan edi. Anam sen ayollar bütün haq-huquqlarda barobar deydigan biri turib, qandaqsiga musulmon bo'lishni tanlab qolding dedi.
Men anamga, ana, asli xotirjam bo'lsang to'g'ri bo'ladi. Chunki sen mening mushundaq biri deb qarsang, ayollar huquqini qo'llaydiganligimga ishonsang, balki men bu dinda bularni topa olgandiman. Balki men islom dinining ayollarning huquqini qo'g'daydiganligini his qilgandiman. Shu men bu dinni tanlagandiman. Bo'lmasa men bekordan bekor feministlikni targ'ib etmaydim, dedim. Shunday qilib, u islom haqida oz to'la izdandi. Alhamdulillah, hozir munosabatimiz obdan. Maktab va xizmat hayotimga kelsak, universitetga qaytganda men bir yoz bo'yicha fakultet va professorlar tarafidan to'xtatilib turdim. Ondan bir qancha oydan keyin to'y qildim. Kuz faslida men universitetga ham musulmon bo'lgan, hamda to'y qilgan bir ayol holatimda qaytdim. 4 professor meni ishxonasiga ayrim chaqirtib, andishlangan holda, "Sana nima ish bo'ldi?" deb so'radi. Ularning muomalasi meni bearam qilgan edi. Adolatsizlik qilganligini his qildim. Chunki ularning mendan mening shaxsiy turmushimga munosabatli ishlarni so'rashi, amaliyotda mening musulmon bo'lganligim va hijoblanganligim sababli edi. Bu voqelik menga bek og'ir keldi va meni kasbiy hayotim haqida o'ylantirib qo'ygan edi. Men ishorat tili tarjimonligini qiladigan kichik bir guruhda xizmat qilardim. Men shuni ochiq qilib ayta olmaymanki, u yerda mening huquqim dafsanda qilindi. Keyin tantarbiya klubida ishladim. U yerdagi nurg'un kishilar meni rahbarlikka shikoyat qilib, o'zlarini rohat his qilolmaganligini aytishibdi. Chunki men oldingi ustalda ishlaydim. U yer qobiliyatli insonlar ishlaydigan bir klub edi. Menimcha u yerdagi nurg'un kishilar hijoblangan bir musulmonning eng oldingi ustalda turib ishlayotganligidan bearam bo'lganligi aniq edi. Uzoq o'tmay men u yerdan ayrildim. Bo'lgan ishlar shunchalik. Dastlabda musulmon bo'lgan vaqtingizda kunda 5 vaqt namoz o'qish, to'liq bir oy ro'za tutishga o'xshash islomiy ibodatlar sizga og'ir kelganmi? Bak qiziqarli bo'lgan edi. Chunki men musulmon bo'lishdan avval ro'za tutishim kerakligini bilatdim. Islom haqida izlanishga boshlagan vaqtimda insonlarning ro'za tutadiganligini bilib, menmi sinab baqsam bo'g'dak degan edim. Islom haqida izlanayotgan vaqtimda ro'za tutish qarorini bergishga bu menga bek og'ir kelmadi. Tuyuqsizlik ichimda kuchli bir istak paydo bo'lgan edi. Endi qanday namoz qilishni o'rganishim kerak edi. Tex musulmon bo'lmagan bo'lsam-mu, namoz qilishni o'rganib, namozimni boshlab olgan edim. Qanchalik vaqt davomlashtirganim esimda yo'q, ammo men texi kalima shahodat keltirmay turibla kunda 5 vaqt namozni qilishga boshlagan edim. Arabchami bilmaydim, qanday namoz qildiganligimni bilmaydim. Ba'zi musulmon tanishlarimdan so'radim. Ular menga bir kitobcha berdi. Men namozimni u kitobga qarab o'qidim. Helim esimda. Aslida bir qancha minutda o'qib bo'ladigan bomdod namozini men 45 minutda o'qigan edim. Shu jihatda ozroq qiynalgan edim. E'tiqodingizni qanday qo'g'dab qoldingiz? Rostimni desam, e'tiqodimni qo'g'dab qilishga Alloh yordam qildi. Chunki men har vaqt Allohning meni iymon bilan vafot topqizishi uchun duo qilatdim. Hammamiz degidek bu ishni xuddi kapolatga egidek o'ylab qolamiz. Alloh biladi. Butun hayotini musulmon holatida yashab, oxirgi tiniqlarda islomdan voz kechib, islomni yo'qotib qo'ygan nurg'un kishilar bor. Men faqat duo qilaman. Jamiyatimizdagi men yaxshi ko'radigan kishilarning beshiga bu kun kelmasin deb. Amaliyotda men islomni haqiqatan yaxshi ko'raman. Qalbimning qat-qatigacha islomning haqiqatdan ekanligiga ishonaman. Haqiqatni ko'rganingizda haqiqatdan yuz o'rganmaysiz. Yana bir tarafdan bo'libmi yo'ldashim Allohida qo'llagan edi. Alhamdulillah, onun bilan tanışdım. Yo'ldashim yaxshi bir musulmon. U har vaqt menga islom dinining qanchalik go'zal va to'g'ridan ekanligini eslatib turdi. Sizningcha kishilarni islomga chaqirishning eng go'zal yo'li qaysi? Meningcha, avval butun insonlarga ulgu bo'lgan payg'ambar alayhisalomning kim ekanligini bilishimiz, uning yo'liga ergashishimiz intayin muhim. Bu orqali insonlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'ya olamiz. Allah'ның Qur'anida agar payg'ambar alayhisalom qo'pol bir bo'lgan bo'lsa edi, insonlar uningdan yuz o'rgan bo'ladi deydiganidek, insonlarni Allah'ның bir ekanligiga mehribonlik bilan, sabrchanlik bilan qarshi tarafga intayin hurmat qilgan holda chaqirishimiz kerak deb qarayman. İslam diniga munosabatli nurg'unlagan xato uchurlar bor. İnsanlar islom haqida xato tushunchada bo'layotgan bu muhitda musulmonlar islomga, o'zining e'tiqodiga va payg'ambar alayhisalomning hayotiga uyg'un bir shaklda yashasa, ularning qalbini o'zgartirishga va islom haqida izlanishiga va islomga qiziqishiga turtki bo'la oladi. Meningcha biz e'tiqodimizga qanchalik chin esilsak, u qiyomat kuni biz uchun guvohchi bo'ladi. Payg'ambar alayhisalomning hayotida sizga eng ta'sir qilgan ish qaysi? Onun hayotidagi hamma narsa menga ta'sir qilgan. U
bütün insonlarning eng yaxshisi. Faqat birli tarafini tanlasam, onunğa haqsizlik va hurmatsizlik qilgan bo'laman. Agar butun dunyodagi musulmon bo'lmagan kishilarga xitob qilish fursatingiz bo'lgan bo'lsa, ularga nima deb xitob qilgan bo'lardingiz? Ko'p tafakkur qilinglar. İslam haqidagi kitoblarni ko'p o'qinglar deydim. Chunki ko'pinchimiz xabarlarni ko'ribla islomni bilamiz deb o'ylaymiz. Ammo 5-10 minut vaqtimizni chiqarib islom dini haqida izlanib baqsaq, masalan, islom dini degan nima deganga o'xshash. Meningcha insonlar islom dinining e'tiqod sistemasini o'z ko'zi bilan ko'rib, tarixini o'qigan vaqtida hayron qolishi mumkin. Men xristian dini haqida izlangan vaqtimda, men nimishqa bu dinga shunchalik uzun vaqtdan buyon e'tiqod qilgandiman deb o'ylab qolgan edim. Meningcha hech bir xristian o'z dini haqida astoydillik bilan izlanishga vaqt chiqarmaydi. Agar izlangan bo'lsa, xristian pet qolmagan bo'ladi. Chunki mantiqli bir shaklda o'ylagan vaqtimizda bir xristian İncilni ve muqaddas kitobni tafsili o'qib chiqsa, ondan mening nima demoqchi bo'lganligimni tushunadi. Chunki xristianlar muqaddas kitobni o'qigan vaqtida vaqt tartibiga o'xshash tuzli o'qib chiqadi. Men islom haqida izlangan vaqtimda muqaddas kitob İncil bilan birlikda Mark, Luka, Jo'x İncillerini oyat-oyat o'qidim. Bundaq o'qigan vaqtimizda bir-biriga mos kelmagan nurg'un narsalarni va Hazrati Isoning Tangrilik da'vosi qilmaganligini ko'ralaymiz. Men texim ko'p izlanishga boshlagan vaqtimda qandaqsiga bundaq bo'ladi, men bularni nimishqa ilgari o'rganmagan bo'lg'aydim degan edim. O'zimning haqiqatan aldanganligimni, bularning faqat aqliga uyg'un emasligini his qilgan edim. Ammo mening hech qachon bir haqda savol so'raydigan fursatim bo'lmagan edi. Xristianlik faqat bir e'tiqod edi. Mening o'qiganlarim va o'rganganlarim bo'lsa, aqliga uyg'un edi. Cesur bo'linglar, islomni o'rganinglar, farqli bo'lishdan qo'rqmanglar. Alloh yo'llarni ochib berdi va ishinglarni osonlashtirib berdi. Rahmat sizga. Sizni bu yerda kutib olganligimizdan sharaf his qilamiz. To'liq manfaatli ziyorat bo'ldi. His tuyg'ularingizni, o'y-fikrlaringizni biz bilan o'rtoqlashganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Foydali bo'lishini umid qilaman inshaalloh. Oh